إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Hurmatli aziz birodarlar, oldimizda turgan ulug' kunlar va o'sha ulug' kunlarning biri Eidul Adha, Qurbon hayiti, ya'ni Qurbon hayit kuni kelyapti. Azizlar, Qurbon hayiti bu hayit degan, Eid degan so'z, ya'ni aud, ya'ni qaytib kelishlik degan ma'nodan olinib, qayta har yili kelganligi uchun Eid deb nomlangan. Bu hayit kuni qanaqa kun? Hayit kuni yawmul bashasha. Odamlarga xursandchilikni tarqatadigan kun. Bu hayit kuni mehmondorchilik qiladigan kun. Hayit kuni boshqalarning ko'nglini ko'taradigan kun. Bu hayit kuni boshqalarning hojatlarini bitiradigan kun. Hayit kuni hayitni azaga aylantirib yubormaylik. Hayit deganda azizlar, biz Allohning hukmi, payg'ambarning sunnati va boshqalarga yaxshilik qilishlik, shu narsalarni tushunishligimiz kerak. Hayit bu bayram, bu aza kutadigan kun emas. Hayit xafagarchiligini esga soladigan kun emas, balki xafa bo'lgan odamni xafachiligini yoyib, xafachiligini ketkizadigan kun. Bu kun azizlar o'ynab kuladigan kun. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Yawmu aklin va shurbin va bi'alin" deb aytganlar. Ya'ni ichib, yeb, o'ynab kuladigan kunni biz boshqa narsaga aylantirib, o'zimizni ham va o'zgalarni ham qiynamaylik. Chunki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima qilishligini aytib ketgan. Demak azizlar, hayit kuni inshaalloh o'zimiz xursand bo'laylik va boshqalarni ham xursand qilaylik. O'zimiz boshqalarni kechiraylik va kimlarni xafa qilgan bo'lsak, ulardan kechirim so'raylik. Aka ukalarimiz, opa singillarimizni ziyorat qilaylik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Kimni umri uzun bo'lishligini xohlasa, boshqalarga silatur rahim qilsin" dedi. Va boshqa bir hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Al-yadul ulya khayrun min al-yadis sufla." Beruvchi qo'l, ya'ni baland qo'l deganning ma'nosi o'sha beruvchi, sadaqa beradigan, boshqalarga yaxshilik qiladigan qo'l, khayrun min al-yadis sufla, oluvchi qo'ldan, ya'ni pastdagi qo'ldan yaxshiroq dedi. Chunki berayotgan odam ustidan berar ekan, olayotgan odam tagidan, o'sha olayotgan odamning qo'li pastda turar ekan. Shuning uchun pastda turgan qo'ldan tepada turgan qo'l yaxshiroq degan. Shuning uchun azizlar, boshqalarga xayr ihson qilaylik. Boshqalarning ko'ngillarini ko'taraylik. Boshqalarni xafagarchiligini ketkizib va boshqalarga ham inshaalloh bir yaxshi bir muomalada boshqalarni ham xursand qilib, yaxshi amallarni qilishga harakat qilaylik. Va olimlarimizning aytgan bir so'zlari bor, shuni ham aytib o'tamiz. Laysal aidu liman labisal jadid, walakinnal aidu liman khafal wa'id. Hayit degan bu yangi kiyim kiyishni nomi emas, balki hayit Allohning va'id azoblaridan, Alloh taoloning qilgan o'sha bir jahannamdagi o'tlaridan, Allohning azoblaridan qo'rqishni ati deb aytgan ekan. Demak, yangi kiyim kiyib olsanglar biz hayit o'tkazgan bo'lmaymiz, balki hayit o'tkazishdan maqsad Allohni eslashlik. Yana bir aytib ketadigan masala azizlar, hayit kuni bayram qilamiz, aylanamiz, boqqa chiqamiz, toqqa chiqamiz, turli so'zlarni aytib o'zimiz bir ovuntirgandek bo'lamiz. Lekin azizlar, shu yerda shariat hukmi saqlanmay qoladi. Ba'zida sinfdoshlar to'planadi, yo ba'zida qarindosh urug'lar to'planadi. Shu vaqtlarda mahram va nomahram masalasiga qarab qo'yaylik. Biz bayram qilamiz deb harom ish qilmaylik. Biz ozgina taomlanamiz deb, birovni xursand qilamiz deb gunohga botib qolmaylik. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'sha hayitni chiroyli tariqada shariatimiz ko'rsatgandek hadisga muvofiq o'tkazishga Alloh taolo tavfiq bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.